Qo'shni xormang, kimni mashinasini artyapsiz? Nima, balo, u qarindoshlaringiz bir damas bo'lib keldimi? Ha, yo'q, o'zim oldim buni yangi, eskini sotib. Eskisini sotib oldingizmi? Ha, uzumni pulini ham qo'shib sotib oldim. Ana 98-yilgi so'ri damasingiz sotib, ha? Yangi damasda salonni olib chiqdingizmi? Ha, yangi olib chiqdim. Xato qilibsiz-da yana. Nimaga? Ha, yuring. Ko'ryapsizmi? Material yubqa deyishyapti buni. Bu nima edi? Ha, skorini ham, to'xtab. Bu skorini ko'ryapsizmi? Ha. Yaxshi ishlamaydi deyishyapti. O'zi har doim yeb qo'ygansiz. Yana yebsiz-da, qo'shni. Ana eski so'ri damasingizni minib yurishingiz kerak edi. Ustiga bitta gilam solsangiz bo'ldi edi. Ich qoralik qilyapti demaydi, bu ich qora diskga qo'yib qo'yibsiz. Bu do'qrama-do'qrida sinib ketadi buni. Mana qarang. Ha. Bitta zo'r variant sizga. Hop. 15 yil kira qilgan sariq Nexia ham bor. Ha. O'shanga boshma-bosh almashtirib olaverasizmi? Jinnimisiz siz? Nimaga almashtiraman? O'zingiz bilasiz. Bo'pti. Odamlarga hayronsan deb qo'shni. men. Zo'r variant bu. Hop. $1000 berasizmi, bolalar uyga sup olib kelib turadi. Keling. Qadam ba qadam talablaringga yugra charchadim.